Qirg'izistonlik jangchining yuzi o'zi uchun gapiradi. Bu jang sof telbalik edi. Qon to'kilishi va bukilmas jangovar ruh. Magdibek va Mateush ko'rsatgani darhol eng vahshiy, qonli janglardan biri deb ataldi. Dana White ham buni eng qonli janglardan biri deb ikkoviga $50,000 dan bonus berdi. Ammo bu qafasda qoldirgan sog'liqlari uchun juda oz mukofot ko'rinadi. Boshidanoq jang shiddatli suratda ketdi. Uch kim sekinlashmoqchi emasdi. Birinchi soniyalardanoq og'ir zarbalar almashib, ringni bo'ronga aylantirdilar. Bir necha daqiqada yuzlari ko'karib, kesildi. Hamma yoqda qon va ter. Aralbay g'alaba uchun bostirib bordi. Shrebetskiy esa tinmay qarshi hujum qildi. Birinchi raund oxirida Magdibekning chap ko'zi ostida katta gematoma paydo bo'ldi. Shifokor jangni to'xtatishni o'yladi, ammo qirg'iz xarakterini ko'rsatib, davom etishga qat'iy turdi. Ikkinchi raund chidamlilik va iroda sinoviga aylandi. Og'riq, qon, charchoq, voy. Lekin hech kim taslim bo'lishni o'ylamasdi. Har bir almashinuv xavfli, har qanday xato oxirgi bo'lishi mumkin edi. Bir payt Shrebetskiy chuqur jarohat oldi. Yuzini qon qopladi. Lekin u nafaqat jang qildi, balki Aralbayni nokautga yubordi. Hammasi tugaganday edi. Lekin qirg'iz yana turdi va mag'lubiyatni tan olmadi. Jangning so'nggi soniyalari to'liq tartibsizlikka aylandi. Ikki jangchi ham holdan to'ygan, qonli, zo'rg'a turibdi. Lekin baribir chekinmayapti. Tomoshabinlar hayqirardi. Jangchilar so'nggi zarbani kutardi. Odamlar MMAni shuning uchun sevadi. Maksimal sa'y-harakat, haqiqiy drama va jangdan so'ng raqibga hurmat. Bu jang qafasdagi haqiqiy jangovar ruh va jasorat namunasi bo'lib qoladi.